Assalomu alaykum hurmatli YouTube'dagi Yadey obunachilari. Bugun sizlarga Cooljoy modelini obzor qilib beraman. Boshladik. Bu modelimizni motor quvvati 400 Watt, tezligi soatiga maksimal 30 km. Buni akkumulyatori 48 volt, 26 amper. Bitta to'liq quvvat bilan siz 50-60 km masofani bemalol bosib o'tsangiz bo'ladi. Bundan tashqari qulayliklariga keladigan bo'lsak, o'zini parkovka qiladigan mana bunaqa tugmachasi mavjud. Bu yerda mana ko'rib turishingiz mumkin. Tablosidan hamma narsani ko'rsatib turadi. Tezligingiz, batareykasi qancha qolgani, pavorot yongan, o'chgani, mana pavorotlarni ham ko'rsatib turadi. Bundan tashqari chiroqlarni yoqib o'chiradigan tugmasi mavjud. Bunda ham chiroqlar yonganda o'zi ko'rsatib turadi. Bu modelimizni ikkita pulti va ikkita NFC'si mavjud. Mana NFC dan boshqarib, o'zingiz o'chirib, mana NFC dan o'zingiz yoqsangiz bo'ladi. Bu modelimizni o'rindiqlari juda ham yumshoq va baquvvat materialdan ishlangan. Hozir sizga ko'rsataman. Bismillah. Mana ko'rishingiz mumkin. O'zini ko'tardim. Bunday qilganimda mana materiali yana qaytib o'z holatiga kelib qoldi. Material yirtilib ketmaydi. Orqa o'rindiqlari ham xuddi shunaqa materialdan ishlatilgan, yasalgan. Cooljoy modelimiz 120 kilogramlik polvon akalarimizni ham bemalol ko'tarib harakatlanadi. Oldi savatini hozir sizga ko'rsatib qo'yaman. 100 kilogramgacha oldi savati bemalol ko'taradi. Faqat ozgina xavotirli joyi bor. Ketib qolar ekan nima. Buni-chi bir kishi ushlab turishi kerak edi. Xurshidjon, shuni ushlab turing, men oldi savatiga chiqib ko'rsatib beraman. Ketdimi? Ushlab tursiz. Bor? Oldi savati ham juda ham baquvvat ishlangan. 100 kilogramgacha bemalol ko'taradi. Bismillah. Ma'lumot uchun men 60 kilogramman. Bu 100 kilo. Deyarli meni ikkitami ko'taradi. 120 kilogramlik polvon akalarimizni ko'taradi deganimda, hozir bizni oldinlari bir eksperiment o'tkazganimiz esimga tushib ketdi. Naqd 5 kishini ko'tarib shu harakatlangan. Deyarli bu 400 kilodan oshiqroq yuk bo'ladi. O'shancha 5 ta odamni ko'tarib bu yurib bergan. Bu degani 120 kilogramli odam bemalol minib harakatlansa bo'ladi. O'zini bakovoylari va o'zini original daftarchalari chiqadi, zaryadli quvvatlagichlari bilan chiqadi. Daftarcha nima uchun kerak deydigan bo'lsangiz, biz Yadeyani barcha skuterlariga, tritsikllariga hamda mana bunaqa samokat, velosipedlariga 2 yilgacha kafolat beramiz. Bu modelimizni narxi sizga juda ham yoqishi aniq. Narxiga keladigan bo'lsak, atiga $470. Shuncha baquvvat, o'zi ixcham bo'lgan 50-60 km masofani bemalol bosib o'tadigan skuterimizning narxi $470. Sizga ham agar shu skuterimiz ma'qul kelgan bo'lsa, ekrandagi raqamlarga hoziroq aloqaga chiqing. Butun O'zbekiston bo'ylab o'sha aytganimdek 2 yillik kafolati bilan yetkazdirib beriladi, kelishilgan holda albatta va cheklanmagan miqdorda. Yadeyani kuzatishda davom eting. Bundan ham qiziqarli skuter, tritsikl hamda samokatlarimiz hali oldinda.